Bu qadamda dərsdə biz filtrlardakı quvalashtirishning keyingi boshqa filtrlar haqida tanishib chiqaylik. Men buni qilishdan burun aqliy idrok optik aylantirib olsam, silishtirish yoki o'zgartirishimga nihoyat qulaylik bo'ldi. Shu men buni oldin rasmni aqliy idrok optik aylantirib olay. Buni aylantirishning usuli birinchisi mush rasm qavatning o'ng tarafini chekib mouse orqali bevosita aqliy idrok optik aylantiraman degan cheksak bo'ladi va yoki mush rasm qavat tanlangan holatda filtr ishidagi ikkinchi yana bevosita aqliy idroklik filtrga aylantirish degan chekversak bo'ladi. Chekayotgandan keyin jazmlashtirsak bu allaqachon aqliy idrok obyekt aylandi. Endi biz rasm qarasak, bu rasmni ochiqda qilgan bilan amaliyotda haddidan ziyoda o'tkirlashtirilgan bo'lg'achqa odamga bir xil ko'ziga beoramchilik his qildirdi ekanda. Buni biz muvofiq darajada g'uvalashtirsak, balkim texnik unumi yaxshi bo'lishi mumkin. Men buning ichidan qarab boqay, g'uvalashtirishning ichidagi odatdagi bir g'uvalaштirish bilan tanishib chiqaylik. Men buni chekkan chig'imda nihoyat kichik bir o'zgarish bo'ldi. Men buni yaqin akab turib, filtr berishdan burun qoldi kelsak va filtr bergandan keyin silishtirsak, muvofiq darajada azroq o'zgarishning borligini his qila olamiz. Buning kamchiligi nima degan chog'da biz bularni avtomatik qiymatini belgilayolmaymiz. Kuchaytmoqchi bo'lsak qanday qilamiz degan chog'da, bevosita biz mana bir qadamni yana bir qadam kuchaytsak bo'ladi. Bevosita filtrni chekirib yana bir qadam besvasak bo'ladi va yoki Ctrl bilan F knopkasini bossak bo'ladi. Eng oxirida mashg'ulot ilib olganimiz shart qolib qoladi. Shuning bilan yana bir qadam kuchaydi degan gap. Men bularni hammasini chekindirib turay. Chekindirib bo'lgandan keyin biz qolgan g'uvalashtirishga qarab boqaylik. Yana bir qadam g'uvalaштirish deydi. Men buni bergandan keyin buning unumi herhalde tezroq bo'lgandek, unumli bo'lgandek ko'rinadi. Men buni berishdan burun qoldi, bergandan keyin qoldi. Ularning kamchiligi o'xshash, ya'ni biz bevosita tanishmaymiz, lekin kuchaytirish orqali ma'lum darajada oddiy usullar bilan g'uvalashtirib oldiki rasmni o'zgartsak bo'laverdi. Men yana bir qadam chekinib bo'lgandan keyin boshqa filtrlarga qarab boqaylik. Boshqa filtrlar ichidagi g'uvalashtirishning ichidagi boshqa filtrlarga qarab qolsak, masalan biz so'zlaydigan muhim deb qaraydiganimiz Gauss mo'g'ulashtirish. Ammo Gauss g'uvalashtirish bu nima degan chog'da Gauss deganimiz hamda balki matematika qiziqliqlar bilish mumkin. Germaniyaningki danglik matematika olimi ekan. Ammo shuning nomida asosan qo'yilgan bir usul ekan. Buni chekkandan keyin qarasak, bu intayin tutuq bir holat keldi. Yana bir yangidan bir ko'znak yetildi. Bu yerda biz kichik oldin ko'rdigan ko'znakmi bor, foydalanadigan. Bu chekkandek asliga oldi, qo'yayotgan chog'imizda lekin unum bergandek oldi. Bu yer nima degan chog'da biz buningki darajasini, ya'ni radiosini tanishalaymiz. Masalan, men so'l tarafga surish orqali buni borgan sari aniqroq qila olaman. Agar men eng tuvan qo'ysam, bu bermagan unum bilan o'xshash degan gap nöqtadan bir. Masalan, muvofiq darajada foydalansam, buning unumi texnik yaxshi bo'ladi degan gap. Balki mana usullarni bilsam bo'ladi. O'xshamagan usullar foydalanib qilsak bo'ladi. Balki musholat yaxshidir deb qaragan bo'lsangiz, o'zingiz son belgilab bersangiz bo'ladi. Undan keyin jazmlashtirsak, holat bo'ladi. Berishdan burun qoldi, bergandan keyin qoldi. Amaliyotda bu Gauss g'uvalashtirishning uslub ishlatilishi intayin ko'p. Masalan, biz bu yerda bir rasm misol qildik. Bu rasmga men hozir bir soy tushamoqchi. Hozir ikki rasm bu. Masalan, birinchi qavatida bu rasm bilan shu sir tungi bor ekan. Uning keyin tagligi oqalab turdi. Endi muvofiq darajada chilliq erishtirish uchun bir soy chiqarmoqchi. Men shunga shu filtrdan foydalanib turib, chilliqi moyilroq shu soy tashlab bo'lamdi degan chog'da bo'ladi. Men buni allaqachon tanlab qo'ydim. Bu yerda buningki yo'lini belgilab qo'ygan. Men shundan bevosita foydalansam bo'ldi. Tanlab bo'lgandan keyin buning keyin taglikka men yangidan bir bat quray. Bat qurib bo'lgandan keyin soyning rangi odatda qora bo'ladi. Men o'sha bevosita qora moyil rangdan birini tanlab turib, bevosita alt bilan tilak belgisini bosdim. Bosgandan keyin men bu holatni o'chirib qarasam, mana bu holat turdi, lekin bu qirlari aniq yoki bo'ldi. Buning bir usuli, men buni berishdan burun bevosita o'ng tarafini chekib turib, buni paylashtirish yoki yumronlashtirish deganni chekish orqali muvofiq miqdorda o'zgartirib, undan keyin qaytadan rang bersam bo'laverdi. Bergan chig'imizda men hozir Ctrl bilan H ni besib buni vaqtini yo'qotdim. Har holda bir chilliqqa moyil bir soy bo'ldi. Bunda qilsa ham bo'ladi.
Undan boshqa men bevosita qildim. Undan keyin mush orqali men buni tanlab bo'lib, bevosita men rangdan birini beray. Bergandan keyin bu saytning oldiga kelib bo'lgandan keyin men buni shu boshqa filtrdan foydalanib guvalashtirish Gauss guvalashtirish usulini foydalanay. Hozir bu ko'rinmayapti. Men kichiltish orqali men shu soy boyan ekandan keyin azam muvofiq deb qaraganimda ilgilansam bo'ldi. Muvofiqni cho'ngaytirish orqali masalan mush orqali qilsam mana agar mush holat men yoqtirgan bo'lsam jazmlashtirsam bo'ldi. Endi buni texnikchilik qilish uchun men bir suzukligini o'zgartirib olsak bo'ldi degan gap. Mush orqali biz bunga xuddi nurmash o'ng tarafdan tushayotgandek bir xil holatni bera oldik degan gap. Bu bir xil ishlatilishi. Undan boshqa filtrlarni ko'rib boqaylik. Biz guvalashtirishning shiriki masalanga yuz qismini guvalashtirish deydi. Ben buni nima ishlatamiz degan chaqda miyadagi bu misolni misol qilaylik. Hozir bu rasmda 3 dona nashput turibdi. Nashputning ustida nurg'un chekitlar bor. Biz bu chekitlarni ma'lum miqdorda azaytsak bo'lamdi degan chaqda yana bo'ladi. Masalanga guvalashtirishning shiriki men bevosita buni aqliy ixtirolik aylantirib olsam bo'ladi, aylantirib olay. Andan keyin bevosita bunga berdim. Bergan chog'imizda hayron qolasiz, shu boyiqqa chekitlar otman yo'qolib ketgandek bo'lib qoldi. Biz buni ma'lumda tanishsak bo'ladi. Tanishish orqali asli chilliq texmi moyil qila olamizda. Unda shu dog'lar ko'rinmagan asosda qila olsak bo'ladi. Bu astidagi chek qimmati. Bu qimmatni tanishish orqali biz shu doirasi bo'lgan orliqlarni tanisha olamiz. Masalan, mush holatni men bo'ladi ekan deb qaragan bo'lsam, men endi jazmlashtirib bo'ldi. Bu unum bergandan keyin qoldi, bu unum berishdan burun qoldi degan gap. Mush orqali tanisha olasiz. Balkim siz allaqacha o'ynab qoldingiz, mush usul orqali ba'zi usullarni paylansak bo'lamdi. Masalan, bu qizninki yuzida hozir nurg'un shu dog'lar bor ekan, mush dog'larni yo'qotish uchun qanday qilamiz degancha buni paylansak bo'lamdi. Tamaman bo'ladi. Masalan, men bu rasmni bir qitim nusxalab olay, kontrol bilan Z'ni bosdim. Bir nusxalangandan keyin endi men buning ustida mashg'ulot qilay. O'xshashlar guvalashtirish, undan keyin yuz qismini guvalashtirish deb. Agar shu holatni bo'ladi ekan degan bo'lsangiz, tanishsangiz bo'ladi. Endi bek sizlikqa loyiqroq bo'lsin deb mashina tanladim. Men jazmlashtirib qo'ygandan keyin endi bunda qo'ysak bu beklar sun'iy bo'lib qoldi. Bizni texnik tabiiy qilish uchun men bu yoqda alt bilan tez maskalashni bosdim. Bosgan chog'imda butunlay oq qora maskalab bo'ldi. Endi biz shu terni o'zgartmoqchi bo'lgan rayonlar o'chirib chiqarib olsak bo'laverdi. Shu qalam quroldan foydalanib turib, old taglik oq holat tanlaganimda men buningki yumronroq holatini tanlab turib, cho'ngishli muvofiq tanishigandan keyin buningki suzukligini muvofiq tanishay. Balkim bevosita 7 ni bosdim. Mushal tanlagan bo'lsa, men bevosita 7 ni bossam 70 degan tanlandi. 8 degan bossam 80% degan tanlandi. Mush orqali tanishsam bo'ldi. Undan keyin men buni yuz tarafda dog' bor rayonlarni o'zgartsam bo'ladi. Buni qancha inchik qila olsangiz, shuncha tabiiy va chilliqqa moyil bo'ladi. Undan keyin unda qarasak, buniki dog'lar yo'qolib ketdi degan gap. Mush orqali go'zallashtirish unimiga yeta olamiz. Masalan, buning suzukligini ma'lum darajada tanishish orqali asli rasm bilan solishtirsak bo'ldi. Bu asli rasm bu unum bergandan keyin qoldi. Mush orqali siz muvofiq darajada tanishsangiz bo'ladi degan gap. Endi biz qolgan guvalashtirish haqida to'xtalib o'taylik. U bo'lsa harakatchan guvalashtirish. Endi bu harakatchan guvalashtirish degan nima degan chaqda ismidan chiqib turdi. Harakat jismdek holatlarni texnik obrazli ifodalash uchun. Men bundan boshqa rasm qarasak, hozir bir mashina turibdi. Men keynidagi holatlarni bir xil yangi unum hosil qilmoqchi. Qanday qilsam bo'ladi degan chaqda buni o'xshash. Birinchi usul, masalan, men bevosita mashina ta'sir qilgan asosda keynidagi taglikni o'zgartmoqchi. Harakatchan bir holat ekanmoqchi. Qanday qilamiz degan chaqda biz boshda bir mashina tanlab olsak bo'ladi, ramkilib olsak bo'ldi. Qolgan usul masalanki tez tanlash qurollaridan foydalandik. Bunday qilsak ham bo'ldi. Va yoki men bu rasmni bir ko'paytirib olay, hozir tez suratda qilish uchun ko'paytirib oldim. Undan keyin men buningga guvalashtirishning ichidagi harakatchan guvalashtirish deb qarasam bu bekda titrab ketgandek bir holat shakllandi. Hech qisi yo'q. Biz buni tansak, hozir keyindagi holat qarang. Mush holat bo'lsa bo'lamdi. Undan keyin yo'linish qanday bo'ladi? Ustidan ostiga bo'lamdi va o'ngdan so'lga bo'lamdi. Shuni qilsak bo'ldi. Men vaqtincha buni 0 graduslarda, ya'ni shu
Gorizontal holat qilsak bo'ldi ekanda men mush holatni bo'ldi deb qaragan bo'lsam, men azaytsam bo'ldi ekan. 90 degani bo'ldi deb qo'ygandan keyin jazmlashtirdik. Men lekin men rasm bakli titrab ketganda chiqib ketdi. Men mashinani hozir asliga keltiray. Buni qilish uchun maskalasam bo'ladi bevositalar, mush tez maskalash deb qo'ygandan keyin oq bir maska qavat paydo bo'ldi. Ham buning ustiga men old taglikni o'zgartib, qora o'zgartib, yana qalam quroldan foydalanib turib, shu men maskalashni xohlagan boshqa taraflarni qilmoqchi bo'lgan doyani tanlab o'chirmasam bo'laverdi degan gap. Ham buningki shu cho'ng kichikligini, ana sud darajasini muvofiq tanishib bo'lgandan keyin o'chib ketgan hech qisi yo'q. Biz qaytilsak bo'ldi, kontrol bilan zeyn besish orqali o'zgarsak bo'laverdi degan gap. Men hozir boshqa rayonlarni uchratda chaqnama vaqtini o'chirib turayamda. Aslida chaqnama harakatchanlik akalasak bo'ladi, ammo tansak bo'ldi, bu yerda men vaqtini chaqnama o'chirib turay. Hozir men keynimda bir xil qilsam, bir xil mavhum bir hukm shakllangandek bo'ldi-da, hozir hukm. Ham yerlarni o'chirib bo'ldi yoki ahvol qarab turib, davomli qilsam bo'ladi degan gap. Agar men ortiq o'chirayotgan bo'lsam, ya'ni o'zgarish orqali oq orqali ba'zi yerlarni yana o'chirib yoki bo'yab olsam bo'laveradi degan gap. Bundan qarasak, bu aslidagi rasm bilan o'xshamagan bir xil uslub paydo bo'ldi degan gap. Bu aslidagi rasm bu o'zgartgandan keyingi holati degan gap. Buni inchi klassda ham yaxshi. Yana birisi men bir kutni xuddi biz tez uchayotgandek holat aytilish uchunmi? Bevositalar men buni aqliy filtrga aylantirib bo'lgandan keyin ana lekin g'uvolashtirishning ichidagi harakatchan g'uvolashtirish. Endi buni qarasak degan beklar ish bitibdi. Muvofiq darajada tanishish orqali bu xuddi rasmning tez suratda tortilgan holatidek holatga ekasiz bo'laverdi degan gap. Lekin yo'linishi masalan ishlarni belgilaymiz, o'zimiz orqali ishlatsak bo'ldi. Va yoki men buningdanmi yana birini ko'paytirib olib, undan keyin buning ustida bevosita men qilay. Masalan bu yerda endi yana harakatchan g'uvolashtirish musholatni bo'ladi ekan degan bo'lsa, masalan jazmlashtirib qo'ygandan keyin buni o'xshashlar maskalab olsak bo'laveradi degan gap. Old bilan buni maskalab bo'ldim. Andan keyin bu qora maska qavat paydo bo'ldi. Men oq holatda boshqa quyruqlarga unum beray. Afzal qilish orqali buni tez ushlayotgandek bir xil holatlarni muvofiq tangshash orqali shu unumlarga yetkili bo'ldi demoqchi. Ham bu o'ngdan so'lga bo'ldi. Endi masalan, ma yugurayotgan odamlar bo'lib qolsa, bu odamlarni bir xil yugurayotgandek tuyg'u keltirgan bo'lamdi, suratning eshiyotganligini ifodaligi bo'lamdi, yangi unum paydo qilamdi degancha buni ham bo'ldi. Men buni vaqtincha bir nusxalab olay. Undan keyin buning ichida biz filtrning ichidagi radiusliq g'uvolashtirishni foydalansak bo'ldi. Buni qarasak bir yana ko'znak ichildi. Men buning darajasini belgilasam bo'ldi. Ammo bu rasmda nisbatan cho'gilma holat qilsak bo'lamdi yoki kichiltilgan holat qilsak bo'lamdi. Degan joyda menimcha bu holat qilsak bo'ladi. Lekin bu yerda supni odatda yaxshi qilib qo'ysak bo'ldi. Agar hamda bak yaxshi qilib qo'ysak, hisoblash surati ta'sir qilishi mumkin, sal ostroq qilish mumkin. Yaxshi qilib turib biz bosh sinab boqaylik. Buning darajasini 15 qilgandan keyin men muvofiq darajada miyada men buni qilgan doirani qilsam bo'ldi, tanlasam bo'ldi. Masalan, men g'uvolashtirish qilmoqchi bo'lgan doir odamning atrofini akab turib boshqa qilib boqaylik. Jazmlashtirgandan keyin qarasak bu intayin bir xil ish bitdi. Men buni vaqtincha keyin chekinib turay. Buni men aqliy idrokga aylantirib olay. O'ngni chekib turib aqliy idrokga aylantirib oldim. Endi biz Ctrl Alt va F ni bossak, boyagi ko'zdan ochiladi. Ochilgandan keyin men endi buni darajasini sal tushiray. Tushirib balkim 20 qism muvofiq bo'lganda qilib turdi. Endi o'sha odamning chiroyi aniqroq ko'rinsin degan asosda men mana shuni jazmlashtirdim. Hozir bu taqi odamning mains ichilibdi. Ko'rinibdi, men yuz tarafini ekandan keyin jazmlashtirsam, ana bu hozir odamning intan tez yugurayotgandek bir xil holat paydo bo'libdi. Ham shularning orqali biz foydalansak, bu yerda biz yana qarab boqaylik. Men buni hozirgi bunday qildim. Men cho'gilmalash kelsa qanday bo'ldi degancha buni ko'rib boqaylik. Ham buning darajasini qilsak ham bo'ladi. Biz cho'ng darajada kuchaytirdik.
kuchaytirib odamning yuzine kelib qolgan qanchig'imizda bu butunlay bir xil yangi bir uslub, yangi bir unum paydo bo'ldi. Siz ishlardan foydalanib o'zingizning ijodiyatini qilsangiz bo'laverdi. Ahvolga qarab yangi tasavvurlaringiz orqali yangicha bir xil manzillarni paydo qilsangiz bu yerda ham bek adadi eshib ketdi. Balkim bu rasmga mos kelmaydi. Shunga o'zingizni ahvolga qarab turib, rasmni ahvolga qarab turib, muvaffaq darajada tanlasangiz bo'ladi degan gap. Mana bu mashina orqali qilsak bo'ladi. Undan boshqa biz boshqa filtrlarni ko'rib boqaylik. Bu boshqa filtrlarning ichida odatda ko'p ishlatganlari boy degandek, shu yuz qismini g'uvalash, ani harakatchan g'uvalash, undan boshqa shu Gauss g'uvalash intayin ko'p ishlatildi. Shularni bilan bilib olsak bo'ladi. Undan boshqa biz bu yerga qarasak, o'rtacha qimmat bo'yicha g'uvalash deydi. Biz buni qilsak, uni qilishdan biri boshqa ma'no qo'yaylik. Biz alayda g'uvalash degan nima degan chaqda, alayda g'uvalash deganimiz amaliyotda yuz qismini g'uvalash degan bilan o'xshash. Lekin siz diqqat qilsangiz, uning ostida buning kelikli sifatini belgilaydigan, undan keyin yana birisi endisi bo'lgan usullar bor. Masalan, men bu usulni tanladim. Qarasak, bu qirlarni tanlaydi. Qirlarni aniq qilib yo'ritib turib, o'zgartirdi. Agar men bularni qilsam, boshqa yerlar o'zgartish elib olsak bo'laverdi. Yani chek qimmatini o'zgartiramiz. Lekin qilsak bu yangicha bir xil, o'zgacha bir xil xuddi qalam bilan chizib chiqqandek bir holat paydo bo'ldi-da. Control Alt va F belgisini bosgancha bunday chiqdi. Undan keyin uning ichida birikma holatni qilsam, mana shu chegaralari mana shu siziq bo'yi chizilgandek, lekin atroflari asliga olib keldi-da uni. Shu orqali qilib yangicha bir xil unumlar hosil qilamiz. Bu faqat hamda alayda bir xil g'uvalash usuli, bu hamda shu chegarani belgilash usuli o'xshab qoladi ekan. Undan boshqa mana shu shakl orqali g'uvalash. Bu ko'p ishlatilmaydi. Shunday bo'lsa diqqat qilsak bo'ldi. Hozir masalan buni ostida qarasak nurg'un belgilari bor-da. Ham bu g'uvalashtirishning uslubi mana shu belgilarni asos qilib turib g'uvalash bo'ladi. Masalan, men bu qilgan chog'da g'uvalash uslubi o'xshamaydi. Bu shaklni qilsam yana bir xil unum paydo bo'ldi. Buni qilsam yana bir xil. Siz buni davomli qo'shsangiz yoki qilsangiz bo'ladi. O'sha orqali siz g'uvalashtirishninki doirasini, radiusini cho'ngaytirish orqali siz yangicha bir xil g'uvalashtirish unumlariga erisha olasiz. Ehtimol o'zingiz ehtiyojga asosan o'shadan muvaffaq foydalansangiz bo'ladi. Undan boshqa hamda bir miyada bir o'ttirchi qimmat deb turdi. Biz buni chekkancha ko'rib boqaylik. Qarasak bu bir xil kulrang holat kelib qoldi. Bu nerdan kelgan kulrang degan chaqda amaliyotda shu rasmda bo'lgan holat. Shu rasmdagi ranglarni asos qilib turib, bizga mana bir holatni shakllantirib berdi. Bu va ko'p ishlatilmaydi. Agar rang-rang bo'lsa, bu bir xil yangicha uslub bo'ladi degan gap. Amma mashinaning asosan masalan foydalansam bo'ladi, yangi usullardan foydalanib o'zgarishlik yaratsak bo'ldi. Masalan, bu yerda harakatchan g'uvalash deganni men 100% qilsam, mana osti qizil, lekin mushabahan siri yeshil, yangi bir xil rang o'zgarishi holati paydo qildi. Shu xil ranglarni alohidlarni foydalanib shakllansak bo'ladi. Va yoki ma'lum bir doirani biz g'uvalash, masalan, 100 ni g'uvalashtirdim deb bu yerni qilsak ham bo'ladi. Qolgan birsini foydalanib turib, masalan, Gauss muqovlashtirish degandan foydalansak bo'ladi. Men buni odatdagi rasmga aylantirayday. Undan keyin men mana tanlagan rayonga ta'sir qilsin demoqchida. Undan keyin g'uvalashtirishga hemen qolgan birsini shuni qilgan bo'lsam, faqat 100 qismini tanlagan doirani g'uvalashtirish unumga yetdi degan gap. Mana orqali o'zgartirish masalan ba'zi yerlarda markuriz degan ishlarimiz bo'ladi, g'uvalashtiradigan. Shulardan foydalanish orqali qilsak bo'laverdi degan gap.